Ularni xursand qilish uchun Avesosuzdan arzon chiplarni sotib oling. Esingizda bo'lsa kerak, biz bir marta buldak degan ramyonni yeb. Endi undan ham achchig'i kelibdi Toshkentga, qaranglar. Qaysi birida achchiq bor deb o'ylaysan? Qaysi birini tanlasang, o'shani oxirigacha 1 minut deb qo'yishing kerak. Bilinib turibdi-ku qaysi achchiqligi. Lekin bor, Sardor aka menga ko'p qarshi chiqadi, ko'p qiynaydilar. Qachon qiynadim seni? Qachon burchaga o'tdi? Idishi almashgan bo'lishi mumkin. Men uni tanlayman. Omi ustiga osib qo'ygan, nima buni tanlamading? Almashtirib qo'ygan bo'lishlari mumkin deb o'yladim. Bering bitta-chi. Akbardan keyin buni ichdimmi yoki Mamitdagi suvni ichdimmi? Vaqtni ko'rsataman. Akbar? Voy, men Akbar menga qarab qolar ekan. Achchiq ekan. Voy, shirin deb o'ylabdi. Shirin deb o'yladingmi? Vallahi yutqizim, necha minut vaqt qoldi? 4 dona makaron yedim men. Mana bunaqa bitta makaron bo'ladi-yu. Ko'rasizlarmi? Mana shunaqadan 4 dona yedi. 1 minutda. Og'zimni yondiryapti. Yondirmayapti-yu, yig'ilab ko'zingni ochib ketardi, yondirsa. Og'iz chiqadi, real aytaman, og'iz chiqmoqchi. Labim yonib turyaman, xotdi. Yonib. Bak bila. Akbar boya yeya olmading-ku, endi yeyishing uchun boshqatdan 1 minut beramiz, davay. Bo'ldim 1 minutmi? Bo'ldi, yogurt mangamchi. Ketdi senga, javob. Ketdi. Boshla. Voy maymun. Qoch sachratni-yu, bro. Erkak. Erkak voy, erkak o'rgat. O'rdakkanmi? Молодец, zo'r. Ay bila. Bu necha minut vaqt qoldi? Bo'ldi. Xullas yeb oldim, mana bichlikni 10 dan necha baho berasa, mana qo'llarim. Umurimda ramyo yemaydigan bo'ldim-da. Ikkalasi ham achchiq edi. Bu ham achchiq edi, boyagi ham achchiq edi. Poligonu achchig'ini yerda yeshanga. Bir xilmidi, tamam? Yeb ko'r. Yo'q, bitta. Hozir yuvib keldim qo'limni. Aql. Hozir qo'lim yuvib. Aql, men yedirib qo'yaman. Yediryapman, o'zingga. Mazza qil, o'zingga olsang-chi. Voy, nima karislar bilan faqat achchiq. Bu boyagina achchig'imi bu? Nimaga karislar bunaqa achchiq yeyishni yaxshi ko'radi? Koreyada hayot dahshatli darajada tez va stressga boy. Hamma o'qiydi, ishlaydi, charchaydi. Ilmiy tomondan odam o'ta achchiq ovqat yeganda, miya buni og'riq deb qabul qiladi va unga qarshi kurashish uchun darhol dahshatli miqdorda endorfin gormonini ishlab chiqaradi. Ya'ni koreyslar uchun o'ta achchiq taom yeyish bu eng arzon, tezkor va qonuniy stressdan qutulish usulidir. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Ikkinchi kanalimizga ham obuna bo'lamiz. Bu yerda tez-tez qisqaroq videolar chiqadi. Hammasi sizlar uchun.